Nima qilyapsanlar? Vobshe ishlamayapsanlar. Hozir mana ro'za sezon. Mazza qilib soqqaga uringlar. Sen nima qilyapsan? Nima sotyapsan? Vlajni sotyapman. Qanday sotyapsan? Odamlar vlajni kerak emas deb 5 ming tashlab ketyapti. Pulni olyapsanmi? Ha, olyapman. Nima olasan? Menga pulingiz kerak emas. Vlajimni olib deb o'tkazmaysanmi? 3 mingga vlajni olyapsan, qara. 25 mingga sotyapsan. Yo'g'i. Hammasi tizimlashtirilgan-ku. Sen nima qilyapsan sen? Balon qorayib turibdi. Chumarak, shu havoda kim balonni qorayib turadi? Nima qilay? Jumaga bor. Mana masjidlarga bor tarovihda. Shu mana chotki pul qoladi. Ha, paket ko'tarib. Sal kalini ishlab-ji. Siz nima qilyapsiz, onaxon? Men bozorda ashula tepam bola bilan. Ashula? Men sizni ko'rdim. Sizda uyat bor ekan-a? Bunday qilib turibsiz-da, u odam ketsa siz ham qolib ketyapsiz. Endi 2 oy bo'ldi-da. Oxirigacha silang. Uyatni yig'ishtiring, yurakdan olib tashlang. Yuzni bezni yoqing. Hop, mana oyim bola emasligini bildirib qo'yyapti-da. Mana qarang. Mana shuni kiying. Bitta bolacha ushang qo'lingizga. Obodonlashtirishda ishlayman deb prosta shunday tursangiz borki sizga hamma pul tashlab ketadi. Tariqal endi sen. Sen nima qilyapsan, Maylov? Men shu viloyatga keta olmayapman aka, pulim yetmayapti deb Sirdaryo, Jizzaxgacha pul olyapman-da. Nimaga Sirdaryo? Surxondaryoda, Qashqadaryoga de, Qoraqalpoqqa de, uzoqroq bo'lsa ko'proq pul beradi. Tamom. Sen nima qilyapsan, aktyor? Shu aktyorskidaman. Qanday aktyorskiga? Nima qilyapsan? Mana shu cho'loqlarni yuribman. Sen internetga chiqib ketding. Sen jinnimisan? Sen u yoq bu yog'ingga qarab yurmaysanmi? Bunday qilib yuribsan, qara. Bunday qilib yurib ketarmishsan-da. Keyin bunday qilib seryoz qilib yoqib ketyapsan. Oxirigacha yur cho'loq bo'lsang, oxirigacha cho'loqlik qil. Kamera yo'q-da. Ko'rmagansan. Sen u yoq bu yog'ingga qara. Internetda chiqding sen lekin. Ustoz, o'zingiz motivatsiya bering, yana nima ish qilsak bo'ladi? Qaranglar, bitta mashina arendaga olasizlar. Yo'lda bitta benzinlaring o'chib qoldi. Viloyatga keta olmayapman deb bolalar 100 ming, 200 mingdan yosh bolalar pul yig'ishyapti. Sen bor mana bolnitsalarga bor. Akamni pechinini o'zgartiryapmiz. Pul kerak deb pul yig'. Siz doriga pul so'rang bolnitsalarda, ishoning, kuniga 150, 200 ming naqddan olasiz. Ustoz, o'zingiz nima ish qilyapsiz? Men shunda qo'shning bolachasini olib chiqqanman, bitta rasmga olib internetga qo'yganman. Blogerlarning nomidan ehsonli kanal ochganman. Mana shu mana yana telefon bo'lar. Yo, akajon masjidda yig'ilishiga yig'yapmiz hozir. Masjidga ehsonli yig'yapmiz. Haloliga hech narsa yetmaydi. Halolidan qismasin. Halol topgan pullarimizga to'ylar qilaylik, yuzimiz doim yorug' bo'lsin. Olaylik, oldirmaylik. Olaylik, oldirmaylik. Bu fakt. Dada, aya bu yoqqa qaranglar-da. Ha, bolam, tinchlikmi? Ha, bolam. Sizlar nima meni tug'ilganimdan ahmoq qilyapsizlar? Shu izdivaysiz, что ли? Sen laylak tashlab ketgan deysizlar. Televizorda ko'ryapman, internetda. Ona tug'ar ekan-ku bolani. Ha, endi bolam. Aya, menga taksi ko'zligingizda nima yerdingiz? O'shani mazasi zo'r edi-da. Og'zi tilimda qolib ketganda nima edi o'sha? Taksi ko'zligimda banan yerdim. Dada, siz nima yerdingiz? Qaziqarda yerdim. Shuni yemang. Onamning qorindaligida ertalabgacha davlenim chiqib kelardi. Bo'ldi, bolam, xo'p. Keyin aya kiyimlaringizdan bir hid kelardi. Qanaqa hid edi u? Shunaqangi aromatli zo'r hid edi. Nimani hidi u? Ha, men kiyimlarimni Ko'pinplyus kapsulalarida yuvardim. Bu Koreyada ishlab chiqarilgan, o'zidan shirin hid chiqaradi. Kiyimlaringdan umuman ketmaydi. Atir sepish ham shart emas. Kirlarni toza yuvadi. Zo'r hid edi-da. Meni kiyimlarimni ham shunday yuving, ayajon. Bolam, mendan qanaqa hid chiqardi? Dada, sizdan bir g'alati hid kelardi. Shu pis etgan ovoz chiqardi, bir orqasidan sassiq hid kelardi. Nimani hidi edi shu? Ha, pisillasa dezodorant hidini aytyapti bu. Dezodorant edi. Shuni sepmang, dadajon, iltimos o'tinib so'rayman sizdan. Boburboy keldimi? Nimaga kelibdi ekan? Menimcha shu ko'chal asfalt bo'lsa kerak-da, bir yangilik qiladi bu. Soati brilliantdanmi? Kim soatimni gapirdi? Uzr, men gapiraver. Ha, soatim brilliant. Mashinam BMW, telefonim 16. Rais bo'shatdamikan? Kimni o'chirdi? O'chirtman edim, endi siz kirib chiqavering, zarur bo'lsa bir yangilik kutib qolamiz, ha? Ha, mahallam uchun juda ham katta yangiliklarim bor.
Ko'ylagim Lion, Italiyadan olib keltirilgan. Hozir chiqaman. Amaki. Ochirtingiz ayollarga bersangiz bo'lardi-ku. Ha bu Boburboy bu. Mahallaga nafi tegadi. Bu ayollaringning erdan boshqa kimga foydasi bor? Keling boy aka. Rais buva. Shu kam ta'minlanganlarni ro'yxatiga qo'shib qo'ya olmaysizmi, akajon? Uyalmaysizmi? Shuncha mashinangiz bor. Uyingiz bor. Ular birontasi meni nomimda emas. Men ataylab boshqalarning nomiga qilib qo'yganman. Men nima qilishim kerak? Shu kam ta'minlangan ro'yxatiga qo'yib qo'ysangiz, shu gaz sveti to'lashga sal ligota bo'lar ekan-ku. Ko'chada shuncha kam ta'minlangan oila turibdi. Ular o'lmaydi. Menga qilib beravering. Uyat. Keyin iloji bo'lsa, shu bitta subsidiya qilib bersangiz uy olmoqchi edim. Subsidiya uy yo'qlarga qilib beriladi. Uy yo'qlar nima? Harakat qilsin, mehnat qilsin, intilsin, olsin-da, Mana xitoylik tadbirkorlar kelyapti-ku, sezoni keldi. Shularni kvartiraga qo'yib pul ishlatdim $500 Tavba qildim, tavba. Keyin rais buva, agar iloji bo'lsa, shu bola pulini ham to'g'rilab bersangiz, bolamga pul olmoqchi edim. Bo'ldi, o'tib tushdi bu. Nima hamma bolasiga pul oladi, men ola olmaymanmi? Menga ham yozing. 500 ming harchi BMW'chamga benzin solaman. Men qarang, otingiz nima edi? Bobur Piradas. Rostdan ham shunaqa ekansiz, Bugun sening kuning sevgilim. Chol o'g'lingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi, kampir. Ya o'yla ovozing o'tsin uning. Bugun sening nima edi sevgiling, meni qarachima ol. Chol, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avliyam yo'q. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. Chol, turang, o'g'lingiz bilan keliniz TikTok'ga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 kiloning qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsiz. O'zir ovqat qilyapsizlarmi? Kelin, ana lampochka chaqingizni berib turing. Nima qilyapsiz, techa? Molxona sveti o'chib qopti, padaringlar. Chol, hatta yuzimdan o'ping. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor. Qanday o'pay? Kontentingga tushirganimga jonda. Yetdim nosimni mana. Qirolicham ishkalatiye Dubayskiy ishkalat keldi. Eri keldi, eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Chol, Ana ko'rdi. Ha. menga Dubayskiy shikoyat bermaysizmi? Yaxki. Ya dada. O'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Bo'y. Kim nima qilsa shuni qilar? Bo'kib yega xo'pmi? Chol, menga Dubayskiy shikoyat olib kelmadingizmi? Bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Bafes degan bafilari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan, men qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Chol, o'sha biri bor. Yana nima bo'ldi? Ana ular Spaniya bilan vannaga atir ko'rsatib nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Menga qara. Men ham atirgul sepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Buyog'i endi bunday bo'lib turgandan keyin buyog'ini buni qanday qilamiz? Ay! La 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 hamisha la la